dahshatli Darknet saytiga kirib, yana o'sha qotil klonlarni chaqirib ko'ramiz. Va esingizda bo'lsa, bundan oldingi qismda biz birinchi qotil klonni chaqirgandik. Va u klon bizga chemadonni tashlab ketgan. Va ana endi bu videoda esa biz yana bir qotil klonni chaqirib, o'zi nimaga qotil klonni borligini va Sardorni qayoqqa o'g'irlab ketishganini aniqlamoqchimiz. Darknet 3-qism. Klonlar haqiqati. Dachani chiqarsamiz va qorong'u tushni ham kutib oldik. Va endi bo'lmasam, o'zimizni an'anamiz Sardoyimga sodiq qolgan holatda Darknet 3-qism. Klonlar haqiqati. Va ko'rib turganingizdek, do'stlar, biz dachani chiqarsamiz va qorong'u tushni ham kutib oldik. Va endi bo'lmasam, o'zimizni an'anamiz Sardoyimga sodiq qolgan holatda Darknet saytiga kiramiz hozir. Yo'q, qilmaymiz, ko'rishmaymiz, kelmaymiz deymiz. Yana, okey. Menga rostdan ham qiziq. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga bu klonlar vaqtida bor va ularni maqsadi o'ldirish bo'lsa, nimaga o'ldirmayaptilar? Biz buni oxiriga yetishimiz kerak. Va shu bilan bir qatorda chimadanchi nima bor va Sardor qayerda? Bu savollarning hammasiga javob topishimiz kerak. Va bu uchun esa biz hozir yana o'sha Darknet saytiga kiramiz. Do'stlar, men bu videoni o'sha dahshatli saytga kirishdan oldin yozaman va do'stlar, meni yaxshi eshitinglar. Biz bu Darknet sonini 3-qismini olamiz va aynan mana shu qismdan nimagadir juda ham qattiq qo'rqaman, chunki o'tgan safar mana bu klon yonimizga keldi. Va albatta do'stlar, men mana shu Darknetga aloqador videolarni, ya'ni qo'rqinchli va eksklyuziv videolarni sizlarga juda ham ko'plab olmoqchiman va aynan mana shunday videolar o'tkazmaslik uchun hozir obuna bo'ling va albatta Darknet bu 3-qism bo'lsa, 4-qismi ham bo'lishi kerak. Va Darknet 4-qismini ko'rib, xuddi bir kino ko'rgandek bo'lmoqchi bo'lsanglar, albatta hoziroq like bosinglar, chunki 99 ming like va shu videodan davom chiqadi. Stop. Balkim biz shunda haqiqatan ham juda ham bir dahshatli joylarga yana bir borib ko'ramiz. Balkim o'shdan klon chaqirib ko'ramiz. Masalan, tashindiq bino yoki balkim Yevropadagi juda ham qo'rqinchli joylargadir. Aytgancha, agarda biz Yevropaga boradigan bo'lsak, albatta aviasales.uz dan foydalanamiz. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va xuddi shu paytda do'stlar, mabodo biz rostdan ham dahshatli joyga borsak, o'sha joyda qo'rqib, ham uxlamasligimiz uchun bemalol mehmonxonalarni ham aviasales.uz orqali bron qilsak bo'ladi. Yaqinda chetga chiqmoqchi bo'lganlar nimadan foydalanish bilasizlar? aviasales.uz va bo'lmasam do'stlar, bundan oldingi qismi, ya'ni Darknet 2-qism atiga 15 kun ichida 4 million prosmotrdan oshdi. Va qani ko'ramiz, bu qismi qancha prosmotr olar ekan. Bo'lmasam Darknet 3-qism boshlandi. Va do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytini Clones degan bo'limni ochib oldik va bu mana shu bizani dahshatga solayotgan bo'lim. Menyuyimizda nimalar bor? Bizda tralalala bor. Ko'rsatmalarda 9 yoshida sirkda yo'qolib qolgan, 14 yoshida birinchi marta ruhiy kasalxonaga tushgan. Oqartirilgan klon niqobi bilan tunlari ko'chlarda paydo bo'ladi. Buni men hech chaqirmagan bo'lardim. Hop, dayta men eng past ishim, eng past qanaqa qilar ekan? U eng past shoshimam qanaqa? Ismi dahshat ekan. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijasi 20. Eng ko'p odam. Rekord. 20